prankga zo'r g'ilega prank qilamiz, moy quyib beramiz. Aka, mana menga moy qo'ying. Ishqil ko'rmayaptimi g'ili? Aka, bo'ldi, to'ldi. Mametlarni artorsa bo'ldi. Ha. Voy aka, baraka toping. Voy. Voy, bila Sanjar aka nima beryapti? Aka, siz? Moy ham ber. Aka, hozir unaqa qilmaydi-ku, jon aka, onasi. Bila. Aka, ishqilib tuzuv moy quyyorsin, u anorli suvmi? Vexron 6 moydan quyamiz korobkaga. Xudo xohlasa, srogi probegi bo'yicha 40 ming yuradi. Agar 5 yil ichida 40 ming yura olsangiz, moyi o'zini srogi 5 yil bo'ladi. Yili bo'yicha hisoblasangiz 5 yilda almashtirib olishingiz kerak. Probegini hisoblasak 40 ming probeggacha yurib beradi. Aka, hozir Dilshod ichib ko'rdi-da. Dilshoddan bitta so'ray, mazasini biladi, yaxshimi, yaxshi emasmi? Dilshod, moy ichib ko'rdingmi, qanaqa edi? Bila aka, kulurmay unaqa. Ana ustasi zo'r dedi, mushli dedi. Kelish kerak, faqat ustani aytganiga kirib, aytgan vaqtida almashtirish kerak. Mazasi zo'r bo'lsa, ovolaman desa bo'y. O'rtoqlar, mannol, men o'zim korobkamga quyibman. Voy mana bundan quyibman o'rtoqlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Adresni hozir tushuntiraman. Manzilimiz keladi ham bo'lsa, shunda Ko'kchoq tepani o'zida, Charog'on to'yxonani shunda oldida. To'lov lokatsiyalarimiz, nomerlarimiz profilda bor. O'rtoqlar, men mannol moy quydim, misol uchun. Qaysi moy zo'r? Kommentariyada yozib ketinglar обязательно. Bonuslarga o'rtoqlar, motorni polnichiska qilib berishyapti, обсижитель berishyapti o'rtoqlar. Shu saloni noxush hid kelib yuradigan o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar yoki motori iflos bo'lib yuradigan o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar. Tekinidan foydalanib olinglar. Rahmat.